36 yila va Uyg'urlar. Birinchi leksiya. Qozonning qaynishini to'xtataman desang, o'choqning o'tini tort. Fudi Choushi. Avtor va diktor Mavlon Yasin. 2018-yili 4-oyning 7-kuni. Biz bu bir yurish leksiyada Xitoylarning butun siyosiy, ma'muriy, harbiy va tashqi ishlar qatorliq kategoriyalardagi strategiyasini qo'mondonlik qiladigan, odatdagi insonlar bilan ilib borgan munosabatlardimi psixologiyasiga yetakchilik qiladigan 36 yila Bingfa Sanshiliuji ustida to'xtaymiz. Uyg'urlar Xitoylarning yila suiqasdlarini sistemlik tadqiqot qiladigan vaqt surib allaqachon o'tib ketdi. Xitoylarning yilasini sanoqli Xitoycha o'qigan ziyolilarla emas, butun Uyg'ur xalqi mukammal bilishi kerak. Men bu leksiya orqali qum chechib marvoyat olmoqni maqsad qildim. Yana bu mening o'zimning pishmoq, yuza fikrimni o'ttirga qo'yib, boshqalarning qimmatli fikrining o'ttirga chiqishiga intilgan bir tirishchanlik. Men bu leksiyani Xitoylarning mashhur 36 yilisidan, yana Bingfa Sanshiliujidan boshlayman. Men Uyg'urlarning bu leksiyani anglab chiqishni taklif qilaman. Anglash orqali mening bu leksiyalarimga tuzitish, to'liqlash, yengillash kirgizib, Xitoylarning yila mikrlarga bo'lgan tushunchamiz texmo mukammal bo'ladi deb o'ylayman. Ajdodlarimiz bu yilalarning oldida qandoq bayram bo'lganligiga tushunchamiz bir qadam mukammal nazariyalik saviyaga yetishiga, bu yilalarni bizmi o'zimizning manfaatiga ishlatishga foydasi bor deb qarayman. Her qanday narsani misol bilan tushuntirsa oson to'xtaydi va anglag'uvchilar o'zining beshdan o'tgan tajriba savoqlar bilan bog'lay oladi. Shuning uchun men bu leksiyalarda cho'nqur nazariya so'zlashdan o'zimni opqichib, misollar orqali tushuntirishga tirishaman. Men har bir yila ustida to'xtaganda o'xshagan savollardan 10 misol so'zlab o'taman. Aldi bilan bu 36 yilaning kelib chiqish tarihi orqa ko'rinishini ustida qisqa to'xtaydi. Millatidin burun 771-yildan 476-yilgacha bo'lgan bu davrni Xitoy tarixida bahor kuz davri, Chunchoshday deb ataydi. Shu davrdan tortib bugungi kun qadar Xitoylarning harbiy, siyosiy, diplomatiya ve barlık işlerini planlaganda işletilen stratejiya, taktikalar ve şer'iyatları şu devirde yazılgan Songzi harbiy qoidasi Songzi Bingfaga asas kılıp tutilgan. Urush qilmayla g'alaba qilmak. Bu prinsip bo'lsa Songzi harbiy qoidasining mig'zi yoki yadrosi deb hisoblanadi. Songzi harbiy qoidasida mundaq yozilgan. Hamma jangda g'alaba qilib yengilmagan general ulug' general emas. Urush qilmay dushmanni bo'ysundirgan ulug' general. O'zimizni tekshirib baqsak, bizning ikki jumhuriyatimizni mushu prinsipda vayron qilgan. Ikkinchi jumhuriyatning 30 ming zamonaviy qurol bilan qurollangan askar bir pay o'q chiqarmay Qizil armiyaning Sharqiy Turkistonga kirayotgan, ocharchilikda qolgan va kiyimlari jul-jul bo'lib, holsizlanib, oromla mangalaydigan 500 ming avangard asirga butun qurolni topshirib, 40 mashinada yemak-ichmak, kiyim-kechak elib, 1000 kilometr minib, Qinghai o'lkasiga berib, bu Xitoylardan hol so'rab oldiga chiqib, bu o'lay degan Xitoy askarlarining qo'sig'ini to'ydirib, badanlarini tozalab, yeni kiyimlarni kiydirib, doqqa dumboq bilan Sharqiy Turkistonga boshlab kelgan. Men Mao Zedongga haqiqatan qo'l qo'yman. Mao Zedong Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilishda urush qilmaya g'alaba qilmoq prinsipining shonliq ulgusini yaratdi. Urush qilmay g'alaba qilmoq en muqarrar ve en mukammal usul bo'lishning sababi bu ikki nuqtani ko'zda tutgan. Birinchi, urush orqali g'alaba qozonganda o'z tarafdan odam, iqtisod va siyosiy jihatdan nurg'un chiqim bo'ladi.
Gayda bu chiqimlar noiti ajallik bo'lishi mumkin. Bu Xitoy siyosatchilar va strategiychilar falsafasida ustunlikni olmaydi. Ikkinchi, bugungi dushman erta do'st bo'lib qilishi mumkin. Bu mumkinchilik tamoman mavjud. Shuning uchun qurolli kuch orqali qarshi tarafga qattiq zarba bersa, keyin birlik saf qurishga qulaysiz bo'ladi. Yig'ib aytganda qurolli kuch bilan emas, taktika bilan g'alaba qozonish, yana kuch ishlatish orqali emas, aql ishlatish orqali g'alaba qozonish. Necha ming yil yoki Xitoylar bu xil g'alaba qozonish usuliga diqqat qilib, bu usullarni to'xtamay yakunlab, to'plab, mo'l bilim ma'lumotlarga erishdi va nazar yerlashtirdi. Harbiy qomus 36 yil bo'lsa, bu aql farosatlarning xuloslab chiqargan yakunning javri. Bu 36 yil degan kitob qachon dunyoga kelgan va kim yozgan? Bu to'g'riliq Xitoylarda aniq ma'lumot yo'q. Xitoylar bu 36 yilning ratni chiqishiga 1500 yil bo'ldi deb hisoblaydi. Çünkü milladi 436 yılı yazılgan Nanqi Shu Wangji Zhejuan degan kitapta Tangong 36 Zovi Shangji yana 36 yılida tashni qiqib ketgan a'lo degan gap bor. Bu Xitoylarning 36 yilining 1500 yillik tarixi bor degan yakunning asosi. Xitoy hikoyalarda bu 36 yilini bahar kuz davridagi Sunzi yoki uch davlat davridagi Zhuge-Liangga mansub deb itilib kelgan bo'lsa-mu, tarixchilar buni rad qilib keldi. Bu 36 yilini Xitoylar uzun tarix jarayonida nurg'unlagan Xitoy strategiyachilar tahrirlab, sistemlashtirib, tuzib chiqqan. Sunzi harbiy qoidasi degan kitobda mundaq ikki mashhur jumla bor. Birinchisi, o'zginimi bilsan, yuzlagan jangdimi xatarlik ahvolda qolmaysan. Xitoycha jiji baychan buday deydi. Ikkinchisi, urush yilisiz bo'lmas. Bu yanda. Bu biz Uyg'urlardagi urushning 9 rang, 1 jang degan bilan bir ma'noda. Biz Uyg'urlar Xitoylardan o'rganadigan narsa beklab ko'p ekan. Shuning uchun men bu 36 va Uyg'urlar degan leksiyani boshladim. Birinchi, har bir leksiyada bir yoki ikki yillar ustida to'xtaymiz. Ikkinchi, har bir yilining ma'nosini tafsiliy, ommabop, dehqon tilda tushuntirishga tirishaman. Uchinchi, har bir yiliga Xitoy tarixidan, xalqaro sahnasidan va Uyg'ur Xitoy tarixida bo'lgan aql sinashdan, Uyg'ur ichidagi urush talashlardan 10 misol ko'rsataman. Bu misollar harbiy, siyosiy, iqtisodiy qatorliq o'xshamagan saharlardan ilindi. Her bir yilani Xitoylar Uyg'urlarga qanday qo'llangan va qo'llanayotganligini tushuntirishga tirishaman. 5. Uyg'urlar bu yillarni qanday ishiltish to'g'risida maslahatimni beraman. Bugun biz bu 36 yilining 19 yilisidan boshlaymiz. Yana qozonning qaynishini to'xtataman desam, o'choqning o'tini tart. Xitoycha Fudi Chushin deydi. Bu Xitoylar bugungi kunda Sharqiy Turkistonda tangli qo'llanayotgan 3 yillarning birisi. Bu yila qozonda qaynayotgan suvni to'xtatish usulidan yakunlab chiqqan. Suvning qaynishiga bu ikki shart bo'lishi kerak. Birinchi, qozonning temperaturi qaynash nuqtasiga yetishi kerak. Misoli, suvning qaynishi uchun temperatura 100 gradga yetishi kerak. Ikkinchi, qozon issiqlik miqdorini davomli qabul qilib turishi kerak. Yana suvning to'xtamay qaynishi uchun biz to'xtamay o'tan qilib turishimiz kerak. Qaynayotgan suvni ikki xil usul bilan to'xtatgani bo'ladi. Birinchisi bo'lsa, qaynayotgan suvning ustiga sovuq suv quyish. Lekin bu xil usulning kamchiligi, u davomli kuyaversa, yeni quygan sovuq suvni billa qaynab, texmi cho'ng qaynab suvga aylandi. İkinci usul bo'lsa, qozonning ostidagi o'tni ilib etish. Xitoy logika shunaslarining bayqishicha suv o't bilan qaynaydi.
o't o'tanning kuyishi bilan issiqlik tarqitadi. O'choqning o'tini tortib etsa, suvni qaynatayotgan manbasidan ayirib etadi. O'tanning davomli kuyib issiq ta'minlashidan ayrilgan suv davomli issiqlik qabul qila olmay, qaynashdan to'xtab asta muzlab qoladi. Xitoy logika shunoslarining nazarida dunyodagi nurg'unlagan ishlarning boshlanishi va taraqqiy qilishi suvning suvib qilishi va qaynashiga o'xshab ketadi. Qarma qarshi kuchlar bir-biri bilan ilishganda, uddu hujum qilsa, xuddi sovuq suv bilan qaynoq suvni suyitishga intilgandek emgak zoya ketishi mumkin. Masalani tubdan hal qilgani bo'lmaydi. Hatto texmi cho'ng ballarga sababchi bo'lib qilishi mumkin. Masalani tubdan hal qilish uchun xuddi qaynayotgan qozonning ostidagi o'tlarni tortib etib, qozonni issiqlik manbasidan uzib tashlaganga o'xshash qarshi tarafga hayot berayotgan manbasini yo'qotsa, masalani tubdan hal qilgani bo'ladi. Bu yilarning demakchi bo'layotgani dushmanning ustidan bevosita g'alaba qozonish umidlik bo'lmaganda dushmanning jinini oldigan ojiz nuqtasini tarmar qilish kerak. Bu asosiy ikki mazmunni ichiga oladi. Birinchi, dushmanning zabos buyum ta'minlash yetkazib berish manbasini uzib tashlash. Manbasidan ayrilgan dushman har qancha kuchli bo'lsa-mu uzunga qolmay jangovarligidan ayrildi. İkinci, düşmanni ruhsuzlandırıp tashlash. Düşman ruhsuzlansa her qancha ko'p bo'lsa-mu tashkillanish rolini joriy qildira olmaydi. Bu Xitoylarning yiltidan qo'nib tashlamoq, Jansao Chugan degan tamsilisi bilan o'xshash mazmunda ishlatildi. Mana bu qozonning qaynashini to'xtataman desang, o'choqning o'tini tort degan yilaning ma'nosi. Bu yilarning ko'rsatishicha real dunyoda kuchli dushmanni udul hujum qilib g'alaba qozonish mumkin emas. Shuning uchun dushmanning tig' uchidan o'zini opqichib, dushmanning hayvisini va alpozini ojizlashtirib, fursatdan foydalanib zarba berib g'alaba qozonish. Har qanday uqumni misol bilan yaxshi tushuntirgani bo'ladi. Biz bu yilarga munosabatli 10 misollarni ko'raylik. O'xshamagan ahvollarda kishilar bu yilarni qanday ishlatganligini nazarimizga akilaylik. Birinchi misol, bu Xitoylar ratlab chiqqan yilar bo'lgandan keyin oldi bilan Xitoylarning tarixidagi bir misol bilan boshlaylik. Xitoylarning har qanday harbiy kitoblarini ochsa, bu yiliga ko'rsatgan birinchi misol bo'lsa, 3 davlat qissosi, yana Sango Yanyi'deki Sao bilan Yuanshao ilib bargan Guandu urushi. Bu jang bo'lsa 3 davlat davridagi 3 cho'ng jangning birisi bo'lib, oz kuch bilan ko'p zo'r kuchni vayron qilganning bir misoli. Azaldan ochliq harbiy qo'shinning hayotining asosi va jangovar kuchining manbasi. Saoning 30 ming askari, Yuanshaoning 100 ming askari bor. Sao bevosita urush qilsa mangu g'alaba qozonolmaydi. Qanday qilib Yuanshaoni mag'lub qilishga bosh qottirib yurganda Saoga taslim bo'lib kelgan bir Yuanshaoning odamidan Yuanshaoning ochliq va yem xashak bir Guandu degan yerga joylashganligini bilib oldi. Sao 5000 askarni boshlab Yuanshaoning askarlaridek yosinib kechida tuyuqsiz hujum qilish orqali Yuanshaoning ochliq va yem xashak ombirini kuydirib tashlaydi. Buning orqali Yuanshao harbiy qo'shinni hayot manbasidan uzib tashlab tamoman vayron qilib etdi. Bu yerga o'tin bo'lsa ochliq va yem xashak. Sao bu o'tinni tortib etish orqali o'zini necha hassa ko'p bo'lgan, kuchli bo'lgan dushmanni vayron qilib g'alaba qozonadi. Ikkinchi misol, Xurshid Amerikadagi ziyoratini oyoqlashtirib, Sovet ittifoqining Washingtonda turishliq elchixonasida qo'shilish ziyofatini o'tkazdi. Nixon Amerikaning prezidenti Eisenhowerga vakolatan ziyofatga qatnashdi ekan. Ziyofatda Nixon alayida Xurshidning oldiga kelib, butun muxbirlarning kuzatishida qizg'inlik bilan Xurshidga shundoq deydi ekan.
Men ishonmanki, sizning Amerikaga qilgan ziyoratingiz noyda muvaffaqiyatli va o'ngishli bo'ldi. Siz Amerikada noyda muloyimlik va qizg'inlik kutib olishga va qarshi olishga erishdingiz. Nixonning farzida Xurshidni bundaq maqtab va tabriklagandan keyin Xurshidning endi o'ziga bo'lgan noroziligi va o'chmanligi yo'qaydi. O'zaro bo'lgan jiddiy munosabat pasiydi deb o'ylaydi ekan. Lekin Nixon kutmagan yerdan Xurshid bu gapni anglab darg'azab qilib ochiq bilan Nixonga shundoq deydi ekan. Agar mening ziyoratim muvaffaqiyatli va o'ngishli bo'lgan bo'lsa, o sening tirishchanligingdan emas. Men olgan dokladlarga qaraganda sen bu ziyoratning mag'lub bo'lishini umid qilgan eding. Bu ajallik zarbini yegan Nixon paypitak bo'lib yuzi qizarib ketdi ekan. Maydondagi muxbirlarmi dong ketib turib qoldi ekan. Darhol buni boshqa xabari qilib tarqatib etdi ekan. Nixon asta gumon qilib, Xurshidning o'ziga bundoq urushqoq pozitsiyada bo'lishi cho'qim bir noyda cho'ng hila bor deb gumonlandi ekan. Nixon shundoq deb o'ylaydi ekan. Men Xurshidga hech qanday kishiga tegadigan ish qilmasam, Xurshid har qancha menga o'ch bo'lsa-mu, har qancha tarbiyasiz bo'lsa-mu, bir cho'ng davlatning boshlig'i va bir siyosatchi bo'lgan odam o'zining hissiyotini bilishini biladi va bilishi kerak. Lekin Xurshid o'zini hech qanday yo'shirmay, muxbirlar qanchalik ko'p bo'lgan yerda Nixonga bo'lgan g'azabini ko'p turilgan holda oshkorlaydi. Nixonning gumoni to'g'ri chiqdi ekan. Xurshid bir siyosiy, diplomatik strategiyani planlagan ekan. 1960-yili Nixon Amerika prezidentlik saylovida qatnashdi ekan. Nixon toza oldida ketib borganda, Xurshid Nixonga bo'lgan o'chmanligini muxbirlar orqali Amerikaga tarqatib etdi ekan va yuqoridagi ko'rinish hamma yerda takror bitildi ekan. Xurshid Nixonni yaxshi ko'rmaydigan degan xabar tarqalgandan keyin Amerika xalqi Nixon prezidenti bo'lsa, Sovet ittifoqi bilan munosabatini yaxshilashish mumkin emasken deb Nixonni tashlab Kennedini saylaydi ekan. Bir necha yildan keyin Xurshid Kennedini ko'rganda, "Sana prezidentlikni men ilib berdim" deydi. Ruslarni yaxshi ko'rmaydigan Nixonni mushunda qilib prezidentlik bo'lishini 8 yil keyinga surib etdi ekan. Bu yerdagi o'tin bo'lsa, Amerika xalqining saylash bileti. Amerika xalqining Nixonga bo'lgan ishonchiga gumon silish orqali Nixonning prezidentlik saylov faoliyatini qaynatayotgan o'tanni tortib ilivitib, Nixonning prezidenti bo'lishini 8 yil keyinga surib etdi ekan. Bu yuz to'kishning qalbiy g'azab o'tiga to'shgan Nixon 8 yildagi prezidenti bo'lganda Ruslarni tashlab Xitoylar bilan diplomatik munosabat qurdi. 3-misol 1985-yildan burun bahasi tuvan az gaz yeydigan yapon mashinalari Amerika bozoriga bosib kirib, Amerika mashina sanoatiga cho'ng zarba berdi ekan. Amerikaning Chrysler mashina shirkati zo'r darajada ziyonga uchrab, ahvoli kundan kunga nacharlashdi ekan. Yaponiyaning mollari Amerika bozoriga kirishining sababi yaponliklar amerikalik shirkatlar sal qaragan, e'tiborsizlik qilgan, muvozanati yetarli bo'lmagan bozorlarga asosiy diqqatini markazlashtirib, avval bir muqim va turoqli bozorga erishishni planlaydi ekan. Bu bozorlarda ustuq qozongandan keyin texmo cho'ng bozorlarga qadam qo'ydi ekan. Bu bo'lsa Yaponiyaning xalq orada doim ishlatadigan strategiyalik usuli. Bu ahvolni o'zgartirish uchun Chrysler shirkatining boshlig'i Likakoka bozorga keng ko'lamda tekshirish va analiz qilish orqali Amerika xalqida chet el mollarining ko'payishi bilan bo'lgan bir xil tashvish va kriz hissiyotining ko'payishini, o'z davlatining mahsulotining ko'payishini umid qilganligini bayqaydi ekan. Shuning bilan Amerika xalqining vatanparvarlik hissiyotidan foydalanib, yo'qotib qo'ygan bozorni tortib olish hujumini boshlaydi ekan.
1985 yildan boshlab Chrysler şirkati Amerika garajdonlarga rahmat degan tashviqotni boshlab, Amerika mashinalarini olganlarga $500 mukofot berganligini bildirdi. Mushunda vatanparvarlik tashviqoti qilish orqali qarzlarni to'lab 3 milliardga yaqin foyda topdi. Yaponiyaning Amerikada vatanparvarlik tashviqotini qilolmaydiganligini bayqagan Chrysler shirkati vatanparvarlik tashviqotini kuchaytirish orqali xaridorlarni o'ziga tortib etildi. Yapon shirkatlarini kuchaytirayotgan o'tin bo'lsa Amerika xaridorlar. Vatanparvarlik tashviqotini qilish orqali xaridorlarni o'ziga tortib etildi. Yapon shirkatining ostida diki o'tinni ma'lum darajada tortib ilib o'zining bozordagi o'rnini saqlab qoladi ekan va o'zining qozoniga vatanparvarlik o'tinni qolab so'yib qolgan qozonni boshqadan qaynatadi ekan. 4-chi misol, Rossiya tajovuz qilib Ukrainani ishg'ol qilganda Amerika va Yevropa birlashmasi qattiq norozilik bo'lib, Rossiyani jazolashni qat'iy niyat qildi ekan. Gerçi Amerika ve Avrupa'nın harbiy kuchi Rossiyadan 10 narsadan ortiq bo'lsa-mu, harbiy kuch bilan qarashlik ko'rsatishning ahamiyati yo'q ekanligini sezdi ekan. Chunki Ruslar atom bilan qurollangan. Harbiy to'qinish har ikkili tarafga qiyos qilg'ini bo'lmaydigan fojialik voqea keltirib chiqdi. Amerika ve Avrupa birlashmasi qozonning qaynashini to'xtataman desam, o'choqning o'tini tort degan yilni ishlatishni oliy ko'rdi ekan. Rossiya davlatining iqtisodining kundan kunga yaxshilanayotgan va Rossiya harbiy kuchiga oksigen berayotgan manbasi bo'lsa, ularning nefit va gaz. Bu manbani tortib Ruslarga qattiq zarba berolmaydiganligini mo'ljarlab, Amerika ve Avrupa birlashmasi Ruslarning nefit va gazlarini Avropaga kirishini ma'ni qildi. Ta bugun kungacha Ruslar buning dardini tortib o'tdi. Bu yerdagi o'tin bo'lsa nefit va gaz. Buni tortib o'tish orqali urushmay turib Ruslarga qattiq zarba beradi. 5-ci misal, Türkiye Rusya'nın can ayrıpını itip düşürüvetkende Ruslar mı bu hiləni kullanıp Türkiye bilen bulgan soda sitik ve sayahatçilikini to'xtatish orqali Türkiye'nin iqtisodini palash holatga qoldirib qo'ydi. Dehqonchilik ve sayohatchilik Türkiye iqtisodininki jon tomiri. Bu yerdagi o'tin bo'lsa Türkiye'nin jon tomiri bo'lgan dehqonchilik ve sayohatchilik. Ruslar bu o'tinni tortib etish orqali Erdo'g'an Rossiyaga berib apo so'rashga majbur qildi. Erdo'g'anmi apo so'rash orqali bu masalani hal qildi. 6-ci misol, birinchi jumhuriyatni vayron qilishda Xitoylar ishlatgan hilaning birisi mushu hila. Xitoylar shuni aniq tushundiki, sobit domillarning hech qanday harbiy kuchi yo'q. Harbiy kuch Xo'ja Niyozning qo'lida. Xo'ja Niyozni ilvatsa, birinchi jumhuriyat yonchug'idagi narsaga aylanib qoladi. Bu yerga o'tin bo'lsa Xo'ja Niyoz. Xo'ja Niyozni muavir rais qilib Urumchiga akatdi. Shuning bilan birinchi jumhuriyatning qaynayotgan qozini so'ydi. Sobit domillar barliq birinchi jumhuriyatning arboblarini qo'lga ilindi va o'ldirildi. Birinchi jumhuriyat ko'zini ochqicha qasd qilindi. Oxiri Xo'ja Niyozning dishini itqa tashlab berdi. 7-ci misol, ikkinchi jumhuriyatni vayron qilishda Xitoylar ishlatgan hilaning birisimi yana mushu hila. Ikkinchi jumhuriyat bir muntazam davlat bo'lib shakllandi. Davlatga mansub organlar to'liq qurildi. Muntazam armiya kuchi barpo bo'ldi. Urumchidan boshqa yer asosiy jihatdan ozod bo'ldi. Xitoylarning mashhur siyosatchisi Jang Jong Ahmadjon Qosimning Sharqiy Turkistonni Xitoydan ayirib chiqib ketish maqsadining yo'qligini o'tkirlik bilan bayqadi. Uyg'urlarning qo'zg'olonini mustaqillik harakatidan adil ve haqqoniy talab qiladigan harakatga aylantiruvchilar jumhuriyatning o'zligidan yo'qaydiganligini ko'zi yetdi. Bu yerda o'tin bo'lsa mustaqillik. Bu o'tinni ilvatda ikkinchi jumhuriyat gum turilib tushdi. Shuning bilan 11 bitim uydirilib chiqdi. Amaliyotda
Zhangzhu'nun bu yiliga qanchalik puxta va pishiq ekanligini bayon qildi. Hozir ikkinchi Cumhuriyatning G'ulja bog'chisida 9 dona qabrdan boshqa hech qanday qoldig'i qolmadi. 8-ci misol. Rabia Qodirni DUK'ning raisligidan ilib tashlashdi-mu, bir turkum shaxsiy yetkilar bu Xitoydan o'rgangan hiyilani ishlatdi. Bulardan oldingi bir necha qurultaydan tajriba yakunlab, Rabia Qodirdan raisni ilib etish uchun Rabia Qodirni Uyg'urlarning ovozidan ayirib etish kerak ekanligini bildi. Bu yerga o'tin bo'lsa Uyg'ur xalqining ovozi. Bular bu o'tinni ilib etishning planini puxta tuzib chiqdi. Birinchi, Gollandiyadagi yig'inni bekor qilish. Chunki yig'in Gollandiyada echilsa, butun xalq Rabia Qodirni saylaydi. Hatto o'zlarini Rabia Qodirni saylashga majbur bo'ladi. Ikkinchi, yig'inni Myunxda echish. Chunki bu yerda yig'in echilsa, o'zlarini saylaydigan odamlarni to'plalaydi. Uchinchi, 10 dan ortiq davlatlardan keladigan vakillarning oldini to'rash. Buni 10 dan ortiq davlatlardagi tashkilotlarning birlashma bayonotida belgini bo'ladi. Bularning bu yig'inga qatnashi cheklangan. Bu yila bilan Rabia Qodirni Uyg'ur xalqining ovozidan ayirib, bu raislik huquqini bulab oldi. Men Rabia Qodirga telefon ichib, siz nima uchun raislikni istifa berdingiz deb so'rsam, Rabia Qodir menga: "Mening istifa berganligimni siz nereden anladınız? Men hech qachon istifa bermagan, ham bermanmi demagan" deb javob berdi. Bu Uyg'urlar bu yilani Xitoydan o'rganib, o'z millatiga ishlatgan bir tipik misol. Xitoy hukumati Rabia Qodirning DUK raisligini benormal to'xtatsa, DUK vayron bo'lganligini inchik hisoblab chiqdi ham natijaga erishdi. Bu rais parastlarning o'ylamagan yeri bunun orqali DUK ostidagi o'tan ilinib tashlandi. Shu kundan tortib DUK dunyo Uyg'urlarining eng oliy organ o'rnini yo'qotdi. Osmondagi xarakteri kelishadigan odamlarning boshqarishidagi bir kishilik huquq talab qiladigan tashkilotga aylandi. Hem bu DUK'ning hayatlari bu qurultay to'g'riliq yolg'on gap qilib nafas oladigan bo'ldi. Uyg'urlar eng birlikka ehtiyoj vaqtida Uyg'urlar ichida eng ajallik bo'lginchilikni ilib bordi. 9-ci ve 10-ci misol. Bugungi kunda Xitoy hukumati Uyg'urlarni osiy millatiya qilish uchun 3 xil hiyilani tanlab ishlatdi. Bunun birisi bo'lsa, biz mushu leksiyada so'zlayotgan 36 yilining 19-si bo'lgan qozonning qaynatishni to'xtataman desang, o'choqning o'tini tortdan iborat. Yana Uyg'urlarni tilidan, dinidan va Uyg'ur ideologiyasidan ayirib tashlash. Xitoy hukumatining ko'z qarashida men bu ko'z qarashini to'g'ri deb hisoblayman. Uyg'urlarni Uyg'ur qilayotgan va Xitoylardan ayirib turayotgan bu 3 narsa. Birinchi, Uyg'urlar bu Sharqiy Turkiston degan bizning zaminimiz. Xitoylar bo'lsa tajovuzchilar degan ideologiya. Ikkinchi, Uyg'urlarning dinimiz, yana Xitoylarga tamoman o'xshamaydigan, qalbimizni butunlay ishg'ol qilgan, Xitoy diniga hech qanday bo'shliq qo'ymagan, dunyoning eng chong dinining biri bo'lgan va Xitoylar zodi ko'zga ilmaydigan islom dini. Uchinchi, yemak ichmigimiz, kiyim kechigimiz va kiyim kechak kiyishimiz, tilimiz, to'y nigohlarimiz, muzikalarimiz, bir narsani to'g'ri yoki xato deb tushunishimiz, ustallarda o'ltirishimiz, mehmonlarni kutib olishimiz yoki o'zaro salom berishimiz, ijtimoiy shakllashishimiz, millatdan bahramand bo'lish orqali aloyilikni gavdalantiradigan bir yurish pozitsiyasiya, holat, qimmat, nishon, maqsad, urfa, odat, praktika qilish, aql farosatga tushunish va yetakchilik qilish, afzallik va isillik deganga bo'lgan havas va sezimligimizdan tarkib topgan va Xitoylarga tubdan o'xshamaydigan madaniyatimiz.
Xitoylarning nazarida Uyg'urlarning millat qozonini qaynatyotgan o'tan bo'lsa, bu 3 narsa. Agar Uyg'urlarni bu 3 narsadan ayirib etsak, Uyg'ur millatini assimilyatsiya qilib etamiz. Tarixdagi millatlarni yevatganda bu Uyg'urlarni yevatimiz deb o'ylaydi. Xitoy siyosatchilari bu 3 narsaning hech qaysi hal bo'lmaganligini biladi. Sharqi Turkistonni to'liq ishg'ol qilib bo'lgan bo'lsa-mu, Şinjan azaldan Jungo'nun ayrılmaz bir qismi. Şinjan'a biz Xitoylar birinci bulup kelgen, Uyg'urlar keyin kelgen degan hukmni yeni tug'ilgan bolalardan tortib, o'lay degan Xitoylarning minnisiga singdirib bo'lgan bo'lsa-mu, bu hukmni bütün Xitoylar qabul qilib bo'lgan bo'lsa-mu, hatto chet ellarda Xitoy hukumatiga keskin qarshi harakat ilib berayotgan Xitoy demokratik faoliyatchilarimi bu masalada Xitoy hukumati bilan bir safda bo'lsa-mu, dünyada Xitoylarning bu jakarlashqa norozilik bildirdigan bir davlat bo'lmasa-mu, hatto chet elda yashayotgan Uyg'urlarning 80%ni Xitoylarning bu jakarlashiga ochiq oshkora norozilik bildirmagan bo'lsa-mu, Uyg'urlarning qalbida bu mening vatanim, sen faqat tajovuzchi degan hukm bilan sug'urlangan ideologiya cho'nqur yildiz taqqan. Uyg'urlarning qalbidan Sharqi Turkiston degan hukmni yo'qotish uchun Xitoylar keng ko'lamda va keskin harakatlarni ilib ketib bordi. Angliyalik yozuvchi George Orwell shundoq degan: tarixni kontrol qilgan kelgusini kontrol qiladi. Bugunni kontrol qilgan tarixni kontrol qiladi. Uyg'ur tarixining bugungi va kelgusini yozadigan qalam tamoman Xitoylarning qo'liga o'tib ketdi. Uyg'ur tarixi Xitoylar kontrol qilgan qalamlarning tavrishi bilan butunlay boshqacha yozilyotdi. Bu to'g'riliq Tuğluq Abdurzaq bilan Shuhrat Saidahmad riyosatchilik qilgan suhbatda Uyg'ur olimi Qurbon Vali va Qoqar Barat noiti yaxshi so'zlab berdi. Hozir Uyg'urlarni biz Türk emas deb yozishga va deyishga qistavotdi. Xitoylar Uyg'urlarning Türk bilan hech qanday munosabati yo'q ekanligini isbotlamoqchi bo'lgan yozmalarni va filmlarni to'rlarga to'xtamay silyotdi. Şinjan degan so'zning ma'nosini qadimki zimin egisiga qaytdi deb o'zgartdi. Uyg'urlarning tarixini yo'qotishga umumyuzlik hujumga o'tdi. Xitoy hukumati buning bilan rozi bo'lmay, albatta Uyg'urlarni assimilyatsiya qilmag'icha tirishchanligini to'xtatmayapti. Xitoy hukumatining Uyg'urlarni butunlay assimilyatsiya qilish uchun chiqargan qarorlari keskin, nishoni aniq va irodasi qat'iy. Mening anglashimcha, bir Uyg'ur amaldor Xitoylarga shunday maslahat beribdi ekan. Uyg'urlar Makkaga qarab namoz o'qiyotgan, qalbi mangu Bejingga bog'lanmaydi. Shuning uchun Xitoylar Uyg'urlarning islom dinidan ayirish uchun zo'r kuch chiqaryapti. Masjidlarni cheqish, Qur'on va barliq islomga munosabatli yoki islomni aks ettiradigan yozma, belge, soqol burut, niqob, nazr, nikoh qatorliqlarni Sharqiy Turkistondan tip yiltizdan yo'qotishga tirishyapti. Buningdan texmo ilgirlab Uyg'urlarning kimligini bildiradigan va bisharat beradigan barliq narsani yo'qotishga intildi va intilyapti. Butun Sharqiy Turkistonni usti uchiq turmaga aylantirib, jismoniy turqini yo'qotishga va ojizlashtirishga intilyapti. Shuning uchun Xitoy hukumati Uyg'urlarni Uyg'ur qilayotgan, Uyg'urlarning kimligini saqlab kelayotgan, Uyg'urlarning Uyg'ur kimligini qaynatayotgan o'tni tortishga boshladi. Uyg'ur tarixini burumlab xitoylashtirdi. Uyg'ur tilini maktablardan yo'qotdi. Uyg'urlarni aks ettiradigan barliq xarakter, mijoz, xususiyat, axloq, fazilat, belge, alayidlikni butunlay yo'qotishga jiddiy tutishdi.
Uyg'urlarni islomdan oqqashdi. İslam bilan munosabatlik barliq narsalarni yo'qotyotdi. Namoz o'qishni chekladi. Musulmonlarga salom berishni chekladi. Musulmonlarga xos ismlarni qo'yishni chekladi. Qur'on va islom to'g'riliq yoziladigan yozmalarni, islomni aslatadigan barliq narsalarni kuydirib tashladi. Nazirlarni chekladi. Nikoh qilishni chekladi. Xitoylar bilan to'y qilishni ilhomlantirdi. Masjidlarda imomlarni xitoycha so'zlashga majburladi. Xitoylar shuni biladikin, Uyg'urlarni islomdan ayirib etsa, Uyg'urlar yo'qaydi. Buning natijasi ko'rinyapti. Uyg'urlar tarixda ruslar, arab, faris, g'arb tilini va madaniyatini qabul qilgan. Xitoy madaniyatini qabul qilmagan. Lekin hozir Xitoy madaniyati Uyg'ur hayotining butun tarmoqlariga o'sib kirib, Uyg'ur madaniyatini pora qilyapti. Boshda deb o'tdim. Men bu leksiya orqali qum kechib, marvoyit olmoqni maqsad qildim. Yana bu mening o'zimning pishmagan yuza fikrimni o'ttirga qo'yib, boshqalarning qimmatli fikrining o'ttirga chiqishiga intilgan bir tirishchanlik. Men buning orqali Xitoylarning yilalarini tushunishlik va sistemlik yilib chiqishga chamamning yetishi tirishib baqıvatıman. Bu yerda bir tuzatishni ko'rgizib qo'yay. Yuqorida men 5000 avangard askari deyman deb 500,000 avangard askari deb qoptiman. Bu tuzatishni ko'rgazdim. Shuni tuzatib anglab olinglar.